Obedda chiqing. Chiqing obedda. Xafa bo'lmas aytaman ayollarimizga. Obedda chiqib bir kuzatib qolaman. Tushlik mahallida 85% ayollar o'tirgan bo'ladi. Gap o'ynashadi. Mana shunaqa harakati kamaygan ayollar haqida gapirdik. Masalan, o'sha kelin olgandan keyin harakati keskin kamayadi. Bu degani mayli ish qilgisi kelmasa, charchagan bo'lsa, faoliyatini o'zgartirsin. Qanday masalan 48 yosh, 49 yosh ayol qanday masalan uyda o'tirgandan ko'ra fitness zallarga borsa, mana suzish anaqalariga borsa, o'zini sport bilan yoki qanaqadir faoliyat bilan band qilsa, o'zidan o'zi o'sha kelini olgan, undan harakatini olib qo'ygan harakatlarni kompensatsiya qilib beradi. Bizda unaqa emasdi. Bizda aynan shu yoshda ayollarimiz kelin oladi, sharoiti yaxshilanadi, erini stabil pul topishi ko'payadi, bolalari oilani budjetiga pul qo'shishni boshlaydi. Shunda ayollarimiz ko'pida zo'r sharoit paydo bo'ladi. Ular gaplarga borishadi. Ko'p mana yonimda restoran bor mana. Obedda chiqing. Chiqing obedda. Xafa bo'lmas aytaman ayollarimizga. Obedda chiqib bir kuzatib qolaman. Tushlik mahallida 85% ayollar o'tirgan bo'ladi. Gap o'ynashadi. Ayollarimiz hammasi chiroyli, do'mboq ayollar. Xafa bo'lmasin, do'mbillab kirib kelishadi. O'tirib, birinchi salat, ikkinchi salat, orqasidan nimadir somsa, keyin norin 3-4 xil ovqat, bir narsani qoyillatib qo'ygandek o'tirib ovqat yeyishadi. Qaysi ma'noda hozir chiqib juda katta jismoniy mehnat qiladigandek ovqat yeyishadi. Keyin bir-biri bilan xayrlashib, sog' bo'ling, omon bo'ling deb yoqda o'g'illari, navaralari kelib mashinani qo'yib qo'yishadi. Mashinalarga o'tirib ketishadi. Qorin to'la ovqat. Uyga boradi, voy charchadim, bir pas uxlab olay deydi. Peshindan keyin o'sha asrga yaqin bir yarim soat uxlab oladi. Uxlab olgandan keyin "Oyijon" deydi kelini. O'g'lingiz shirinlik olib kelgandan keyin olib keling. Choy qo'yadi, o'tirib ichadi. Deyarli har kuni shunaqa kun o'tadigan ayollar bor. Menga keladi masalan shunaqa. Bilasizmi? Ana shu ayollarda men kuzataman, juda ko'p nima boshlanadi? Kasalliklar ko'payishni boshlaydi. Qandli diabet, qon bosimi oshishi, ortiqcha vazn. 50 yoshdan keyin ayollarimiz dumaloq formasi ideal forma bo'lib qolgan hozir. Bildingizmi? Nima uchun? Chunki ularda harakat keskin kamayadi. Bolalar uylandi, kelinlar keldi uyga, sharoit yaxshilandi, topish nisbatan yana ham yaxshilandi. Qarabsizki, nimaga o'tadi? Ovqatlanish, dam olish rejimiga o'tadi. Afsuski, bu rejim hech kimga foyda bermaydi. Afsuski, bu rejim aksincha kasal bo'lishga olib keladi. Demak, nima qilishimiz kerak? Aksincha buni holatda faoliyat qo'shishimiz kerak. Harakatni ko'paytirishimiz kerak. Sport zalga chiqishimiz kerak. Fitness bilan shug'ullanishimiz kerak. Aerobika bilan shug'ullanishimiz kerak. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Zallarga borsangiz, ayollarning ichida faqat ruslar. O'zbek ayollarini topishingiz amri mahol. Shunaqa zallarimiz bor, faqat ayollar uchun qilingan. Qorovulidan tortib trenerigacha ayol. Agar erkaklar bor joyga bormayman desa, lekin ko'pchilik ayollarimiz bahona qiladi, bormaydi. Ana shu bizning tavsiyamiz. Ayniqsa mana shu yoshdagi ayollarimizni kasalliklarning ko'payishining asosiy sabablaridan bittasi harakatni keskin kamaygan. Shuning uchun harakatni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi.